Isfandiyor aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bu yoq obyekt bo'yicha qisqacha ma'lumot berib yuboring. Nima bo'ldi? Eshikni qo'yishni boshlashdimi? Podyezdli maylarka ishlar nima bo'ldi? Liftlar nima bo'ldi? Assalomu alaykum. Namizdan yaxshimisiz? Bugungi kunda maylarkamiz rodbinlarni hammasi 100% qilib bo'lgan. Hop. Faqat travertin sepishlari qolgan. Drillar ham boshlangan qo'yilishini. Kafel ishlari boshlanish jarayonida xudo xohlasa kalt tarqatishni boshlaymiz. Hop, liftchi. Lift ishga tushgan. Lift ishlayapti. Faqat biz liftni ekspertizasini foydalanyapmiz. Lift hozir test rejimda ishlayapti. Ekspertizasi chiqqandan keyingina xudo xohlasa yashovchilarga ishlatishga beramiz. Texusloviyalarchi? Qaysilari Texus usloviyalarimizda gaz texus usloviyalari chiqqan. Gazifikatsiyamiz tayyor. chiqdi? Suv jarayonda. Xudo xohlasa kalit topshirganimizdan keyin u ham parallelni благоустройство bilan ishga to'g'ri gazovikalar kelib liniyalarni torttiradi. Hop, Texusloviya chiqqan deganda sal tushuntirib ketaylik. Texusloviya bu faqat hujjat. Albatta. Endi gazlashtirish, gaz ulash ishlari qachon boshlanadi, qancha davom etadi taxminan? Gazlashtirish ishlarini u gaz sohasiga tegishli korxona bilan gaplashilgan. Ular o'z bosqichma-bosqich qilib beradi bizga. Eng muhimi, eng qiyin bo'lgan o'sha texusloviya chiqdi. Ya'ni bizga ruxsat berishdi gaz qo'yishga. Endi ular o'sha o'zimizdan navbatimiz kelganda gazni to'g'irlab, chiroyli qilib tortib, GRPga qo'yib berishadi.